Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'lom o'tsin. Xudo xolasa bugungi videoda sizlarga 4 guldagi suvarka aparat narxlarini tanishtirib o'tamiz. Kanalga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'shilmanglar. Qo'ldan kelsa sizlarga kerakli yoshgacha davom etamiz. Ko'rib turganlaringizning ferma do'koniga keldik. Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 gul tumanida joylashgan. Yan tarafdan keladigan yurtdoshlarimiz Nugus, Berunga tarafdan keladilar. 4 guldagi Kamazondan o'tib kelaveradilar. Eng oxirida yo'ldan o'ng taraflaringizda bo'ladi. Bu taraf 4 gul Dosh bozor tarafdan kelasizlar, Televich tarafdan. Shu o'tib kelsanglar 4 guldagi Kamazonga kirib kelaversa yo'ldan chap tarafingizda ferma magazin bor. Ekranlardan telefon nomerlari qoldirib qo'yaman. Bemalol shu nomerga bog'lanib turib, adres so'rab kelsanglar yoki onlayn tarzda zakaz etsanglar bo'ladi. Videoni boshlamasdan bizdan adaklar bosib qo'yamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Videoni boshladik bunda. Assalomu alaykum. Bobra, sog'lik tashlashmi? Omadingmi? Sarchamasdan. Assalomu alaykum. Anvara, sog'lik tashlashmi? Sarchamasdan. Va nihoyat keldi bu. Hamma kutgan savolga aparatlang, xudo xolasa. Geldi, xudo xolasa. Bola hakkında endi ko'p yurtdoshlarimiz Instagram bölümündeki YouTube'dan bir chiqarib beramiz ana. YouTube'ni ko'radinglar, Ambasni kanalingizda. Assalomu alaykum 4 yuz kanal obunachilari. Sog'misizlar, omonmisizlar? Xonadonlaringizda yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sog'lik, salomatchilik, Alloh taolo barakat bersin. Bugungi qilayotgan kinomiz, xudo xolasa, videomiz sizlar uchun ko'p aytadinglar, chiqaringlar shu narsalarni, biz qiziqib ko'ramiz dedinglar. Shuning uchun hozirban oldirdim. Bu aparat hamma xonadonda bir dana bo'lishi kerak. Sababi nima uchun deganda, endi ertaga bir molxonalarmi yo molni chartakmi yo bo'lmasa bir g'altak, poltakmi uyda bir zabor ishlayapmisiz? Kimdan so'raysiz bu narsani? Bu narsani birovdan so'rab olib ishlayotganda yo birovni chaqirib ishlayotganda uyda bo'lishi kerak. Ertaga yosh o'tgandan keyin yosh kattaroq odamlar ichida podarkalari chiqadi. Orqaga bu ichki qismasilka jirt urmoqqa yaxshi-da. Buni kempini bir yaxshi yeri elektroddan kempi ko'p marta yaxshi. Birinchi urganida odamlar uchun kempi zo'rdan ko'zni olmaydi. Ikkinchidan shlak qoldirmaydi. Tez urasiz, yengil urasiz, chot. Ham demak kempi ham suvarka aparat bir aparatning o'zi ham kempi ham suvarka. Endi bu narsa novu. Qo'rdan bekar Germaniyaning bayrog'ini qo'ymin qo'yibdi. Germaniya texnologiyadan min qo'yibdi, professional zavoddan min qo'yibdi. Qo'rdan bekar yozilmaydi bu narsa. Aytacağımız sebebi en zor zavoddan alganmiz. Ağırlığına biz üstüne görün. Qarang bunu. Nola chiqadi bu isin. İnşir zorga chiqaradi deb ne demem bunu. Bir somki ichi patch narsa. Shu suvarka aparatini ishlatadigan odamga novi kerak bo'ladigan bo'lsa, ichida turibdi. Qo'lliqi simlardan deyin solib bergan zavodni o'zi. Sizlarga ochib ko'rsatib beraman. Ichida nola chiqadi endi buni qiziq yeri. O'zini hamilon shitok chiqadi bu. Qarang, shitok boshqadan sotib olib bo'lmaysizlar. Bu hamilon shitok, yana hamilon shitok. Bu tak. O'zi batareya qo'yilmaydi. Solnishni o'zi urgan vaqtida o'zi qaraydi, o'zi tuzadi. Ava, yana bir yaxshi yeri, endi tuzilib turgan varianti, yerning razmeri bor. Yana razmerini qo'yib turib, kallaga qo'yiladigan qisib qo'yadilar. Yana turaveradi. Qalan razmerini qo'yib endi ishlataveradilar. Shitoku. O'zida oddiy ham chiqadi. Birisi chiqib qo'ynay. Bu bir. Ya bu narsaga qarang. Charx hammani xo'jaligina kerak narsa. Charx to'shon chiqadi ekan. Bom Germaniya texnologiyada yozib turgan. Original shu zavodniki. Zavodning o'zi 2 yil garantiya berib qo'ydi. 2 yil garantiyasi ham bor. Gap yo'q lekin. Tak. 2 bo'ldimi? 2 bo'ldi. Endi bolgarkisini qarangman. Bolgarka. Germaniya texnologiya 2 yil. Shu zavodniki. Kurama shtat emas. Suvarka aparatini yaxshisidan berib turib, podarkasidan to'pta narsa dikib qo'ygan. Qo'shparadon podarkalar ham shu 2 yil garantiyali podarkalar. Ham shundan chiqadi endi. Yana ochasiz. Ochgandan keyin ichida qarang. Yana Germaniyaning bayroqlari, zapas cho'tchilari, Bolgariya shunday keladi. Yana. Old skorisi bor. Hala razmerda qo'yib, yana kesaverasiz. Yana uzun dastali original bolgaricha oppoq rang. 3 bo'ldimi? Qo'lliqi 4. Kabelni hisoblamay ko'rarik buni. Yana bu narsaga qarang. Ana suvarka aparat. Kattaligini qarang, og'irligini qarang. Original suvarka var endi. Ishlarini qarang. Kabellar ham o'shanda qurolli duradi o'zini. Nima deb yozib qo'yibdi bunga? Inverter deb yozib qo'yibdi. Suvarka aparat, ava inverter Mimi 400 deb qo'yibdi. 400 amper. 100% inverter deb qo'yibdi. Germaniya texnologiya. Gap yo'q. Uyinda tok 130 volt olami, 150 volt olami tok saylamaydi. Rossiyadan, Qozog'istondan suvarka aparat kelib uyingizda qiynalib, past tokda ishlamay yurgan bo'lsa, bu narsani sizga tavsiya qilaman. Amperni ham ko'taradi, volt ham ko'taradi. Hammasi bir daqilgan vaqtida kempi ishlayapmisiz? Hech qanday kabelni olib yozdirib o'tirmaysiz. Bir knopka boshqaradi. Bir knopkani bosasan, elektrod o'tadi. Bir knopkani bosasan, kempi o'tadi, qantashga.
1, 2, 3, 4, 5 oldu mu? Sanab turinglar, obunachilar sizlar ham. Hamma kesasida podarkisi bor. Direlam uji damirli, sverlo polni ishlatsa bo'laveradigan. Arzon prosto direlar emas bu narsa. Arzon direlni olib beringlar. Açıp ko'rsatib beraman. Bu dreli yine bu brendinde ishlangan Germaniya texnologiya, original drel. Uzlari damirli bo'ladi, patronlari. Yana endi urug'lar ham bo'ladi. Oddiy ham prosto drel emas, yana plastmassa bo'ladi. Bu narsa sifati yo'q buni. Yengil narsa. Buni Xo'sh, lampalarga ham garantiya beriladi. Original narsa, garantiyali. Bular ham 2 yil garantiyada turibdi. Ava. Tak. Endi hamma kesasida podarkisi bor ham. O'zini ichida chiqadigan shitok chiqadi. Bu xamilondan tashqari oddiy shitok bu. Tak. Sim ham chiqadi. Simon mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so'mki bilan 10. 10 dana falan. Neda bu narsa? 100 dollar faqat. 100 dolar 100 vereceksin. dolara. 10 dana narsani. 10 dana narsa chiqadi 100 dollar. Gap yo'q. Eğer ham ichimda hattoki elektrodi kam chiqsa aman qaytarib Qatar beraman. baray. 100% to'liq chiqadi. Hammasi 100% zavodda tekshirib solingan. 100% uchinchi bes chiqadi olasiz. Shuncha videoni boshida aytdim-ku, hammaning uyina kerak narsa dedim. Sifati zo'r, 10 xil narsa so'mkisi bilan. 100 Qara endi buni masalan mabodo zapchasi yo'q, topilaman shunga mabodo biz Eğer ham shu svarka apparatni men garantiya deb turibman-ku. To'g'ri. 1 yilning ichida bir diodi qo'ysa, bir dana diodi qo'ysa, men size seli palatasini berib beraman. Yana zapchaslari bosilib yotibdi. Sağ. 100%. Zavod menga besplatni berib qo'ydi. Plan kerak yo'q. Oddiy bir diodi qo'ysa, men seli palatasini beraman, shtektirini qilib ko'radi yana. Gap yo'q, yine garantiyali. Yana soat apparatini beraman. Shunday ishlash kerak-da. Gap yo'q. Bu yolg'on gap yarashmaydi. Bu kasbni halolli ishlasang, shunda Alloh taolo barakat beradi. Gap yo'q. Qara endi bularni ishlatib ham bir ko'rsatamiz men. 10 xil narsa dedim. Demir döşet deb aytdim-ku, drelni ko'rsatdim. Bolg'arishini ham hamma o'zini ishlatib, nagozga solib beraman. Apparatni o'zi, svarka apparatini o'zi. 2lik elektrod, 3lik elektrod, 4lik elektroddan polni yoqadi. Yana bir menga yoqadigan yeri shunday urgan vaqtimda zang damir ishlayman. Har safar sinab turgan bo'lsanglar, men zang damir ishlayman. U toza damir lev apparat uraveradi. Zang damirda sinab ko'rsatib beraman sizlarga. Bir urgandan oladi. Obunachilar, sizlar hozir kontashkini ishlatib ko'rsatib beraman, kempo variantini. Knopkani bosasiz, o'zi sim chiqaradi, uraveradi. Hamilonni bosib qo'yasiz. Bismillah. Hozir yana biza maskinachilarga ko'rsatib turibmiz, familiya maskinachiligini. Полностью oladi aytganlarni. Sразу akaradi, o'zi qarayadi. Ana. Sifatan вообще gap yo'q. Zakonli. Biram uzmaydi. Endi Buni endi kabellarni olib o'risham shart emas. Shart Bir emas. knopkani bassalar bo'ldi. yana bir knopkani bosaman, bo'ldi, elektrod o'tdi. Ikkilik elektrodni вообще ko'rdim demaydi. Hammasi farqa bor ishlab biladi buni dedilar. Xudo xolosa. Ikkilik elektroddan ishlataman, uchlik elektroddan, to'rtlik elektroddan ishlataman. Qarang, bismillahirrohmanirrohim. Bir urgandan oladi. Past o'qtam ichida. Tok saylamaydi. Ya hadi görədi, zəngə vurdu falan, götürdü falan. Gerekmi? Ana. Bir urganda yo'q etib beradi. Endi endi uchlik elektrodni ishlatib ko'rsatib beraman sizlarga. Uchlik akkanglar. Uchlik elektrod akka. Ikkilikni ko'rdik, uchligini. Bismillah. Üçlüğünde.
Üçlük hem gözümdə bir dana. Ana üçlükni taşanına qarang. Vobshe yo'q etib beradi. Som demir urib o'tiribman zanglagan. Endi En qiziq yeri endi. yo'g'ini elektrod, to'rtlikni ishlatib ko'rsatib beraman. Shunda aytadi, ishlatadim yo'qmi? Svarka apparat nechikligi. E'tibor berib turinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Gördünglarmi? To'rtlik hem tezini qarang. Eritib berdi demirni qarang. Som demirini vobshe pishirib eritib yo'qotib berdi to'rtlikda. Original svarka apparati shunday bo'ladi. Ko'rdan bekar garantiyasini ko'rsatib turganimiz yo'q sizlarga. Sifatini vobshe gap yo'q. Endi bu o'g'an spark apparat emas, boshqa narsalar ham garantiya beradi. Turtibida bular ham ishlab ko'rsatamiz. Endi qarang. Polinogros ko'rdim, meni ahvolini qarang. Som demirini eritib yo'qotib pishirib berdi. Bolg'arkisini ishlatib ko'rsatib beraman. To'qa sukunlar bolg'arkini. Gap yo'q. Chop kishiydik, odamni qo'lini jimbirdatmaydi ham. Endi Dreli. iri sverloda demirda o'shib ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Qatırib berish kerak. Düş tozalayın onu. Qatırib ber. Qatırjallı. Ana bu. Üstüne bastım hemen yine. Siverlarni o'zi ko'ygan, lekin ustidan minib turibman, miq ketib qaytmaydi mana qarang yana. Drelni to'g'risi yurib turibman-da, qarang. Endi buni deb ishlatmaysizlar, men sifatini ko'rsatib berib turibman sizlarga. Qarang, bojonim bilan minaman ustiga qarang. Arqaning plasmas bo'lgani sinib ketadi o'zi. Sinib yo'q bo'lib ketadi u. Ko'rdinglar qani? Vobshe gap yo'q, original narsa. Endi charxini ishlatib ko'rsataman. Qarang, endi
Uyda bolta, pichoq bo'ladi. Liboy narsa, yaxshi narsa-da bu, qarang. Mana. 5 kun. Bunda midarak, yo'lakchi, bu birlik. Boltalar uchun, bu ya pichoqlar uchun. Göydürmeydi. Gapni qisqasi, osonlab pand emiysizlar, sifatli narsa. Hammasi xo'jalikka kerak narsa. Xo'jalikka kerak narsalar, garantiyali, ishonchli narsalar. Men Medashida malamuzor narsaga aralashmayman. Shu narsa gamidon bo'lsa, boshqa apparatni sotmayman. Sababi bor. Buning sifat yo'q-da. O'zimni avroyimni o'zim do'kmayman. Yaxshi narsa beraman, odamlar rahmat aytib, ishonib ertaga kelaveradi. Endi bu vaqtda qachongacha ko'p berasiz buni? Xudo xolasa bugun video chiqdi-ku. 15 kun. 15 kun. Xudo xolasa bugundan boshlab ketdi. 15 kundan tutib turaman. Shu narsani Xudo xolasa 15 kunning ichida hammaga yetadi. Nechun deganda bu narsadan bir 300-400 danani oldirib turib, men bloger chaqirmayman. Katta partiyaga kelgan, hammaga yetadi. Xudo xolasa og'irligini vahshi gap yo'q. Og'irligi haqiqatan og'ir ekan. Original narsa shunday bo'ladi-da. Mana shunda O'zbekiston bo'ylab dastlab ketib berasiz. O'zbekiston bo'ylab dastlab ketib beraman. Xorazm, Qoraqalpoq bo'ladigan bo'lsa, uyingizga olib borib beradilar. Ishlatib, tekshirib, ko'rib olasiz. Shopir qo'lingizga garantiya qog'ozini beradi 1 yillik. 1.210.000 so'm yoki bo'lmasa $100 berib berasiz. Xorazm, Qoraqalpoq. Toshkent taraflar bo'ladigan bo'lsa, Buxoro trassa, Navoiy trassa, Samarqand trassa, Jizzax trassa, Sirdaryo trassa, Abu Saxiy. Faqat trassada beradi. Chiqib olasiz, shu vajni olasiz, shopirning qo'lidan $100 berasiz, ya 1.210.000 so'm berasiz, garantiya qog'ozini beradi, uyingizga ketib ishlatasiz. Agar ham bir yilning ichida bir yildan bir gap topsa, aloqa chiqasiz, ekranda nomerlar o'chmaydi, xudo xolasa. Aytasiz adresingizni, bir diodi ketsa, masalan, selib olasizni URP ham beraman, kelib o'tirmaysiz. Surxondaryoga e'tibor bering. Surxondaryo. Buxoro karvonda beradi, Qarol bozorda beradi, Muborakda beradi, Yerko'rg'on bozorda beradi, Yerko'rg'on. Buyon tarafingiz taq, Sharq Sabiz, Qashqadaryo, Qarshi, Polni kelib turib, Yerko'rg'on bozoridan ketasizlar. Shu bahoni ichida boshqa bir so'm lishni baho qo'shilmaydi. Bu bir. Ikkinchi, u yerni bo'ladigan doshi Surxondaryoga qarab haydaydi. Shirobodda beradi trassada. Oxirgi manzil borib, Termizni markazi Oq masjidning yonida turadi. Buyon taraf Deno, buyon taraf taq, Sho'rchi kelib, Oq masjiddan Termizdan olib ketaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlab ketganimiz shu. Bu bir. Ikkinchi, Üçüncü, vodiy taraf 100% vodiy taraf ham ketib turibdi. Haftada bir mashin ketib turibdi. Tak. Pervoldan tushadi, tak. Sadoqatda beradi. Undan Qo'qonga o'tadi. Qo'qonning markazida beradi. Undan Farg'onaga o'tadi. Farg'ona bilan bizdan dastlabchilarimiz bilan so'zlashasiz. Farg'onaning nerida turadi? Marg'ilonning nerida turadi? Andijonning nerida turadi? Namanganning nerida turadi? Har bir rayonni markazida turib, shunda tarqatib ketadi. Vodiy bo'lami, Surxondaryo bo'lami, Toshkent bo'lami, Qoraqalpoq bo'lami, Xorazm bo'lami, hamma yerda dastlabkini qo'yganmiz. Hech ikkilanmang, aloqa chiqarasiz. Bizning telefonlarimiz azongi soat 9 da ishlaydi, kechki soat 9 dan ishlaydi, kechki 9 dan. Shundan o'chik turadi. Shu telefon urilgan vaqtida o'chik bo'ladigan bo'lsa, ertaga hech ikkilanmang olavering. Bu gap hech qanday yolg'on emas. Yana qaytaraman, hech qanday yolg'on emas. 100% haqiqat rost. Prosta gechda balla dam oladi, ertang azonda soat 9 da oladilar. Bir marta urib gechda telefon urib turib, telefon o'chganda xafa bo'lmang undan. Qayta ursangiz bizga tushasiz. Zakozni olamiz, 2 telefon nomeri yozdirasiz, vajni qo'lingizga olgandan keyin berasiz pulni. Bizning ish faoliyatimiz xudo xolasa, galadon bo'lsanglar, mabodo endi Xorazmdan gap turibdilar, bu taraf Nukus, bu taraf Buxorodan gap turibsizlar, 50 qala 4 yil beruni bo'lami. Faqat 5-kun ishlamaymiz. Zakozni olamiz, do'konimiz ilik bo'ladi juma kuni. Juma kuni ilik bo'ladi, boshqa kuni liboy время ishlaydi. Hech ikkilanib o'tirmanglar galadon bo'lsa. Boshqa kuni dam olish bo'lmaydi. Bo'lgani 5-kun ishlamaymiz, lekin telefonda zakozni olamiz. Lekin do'konlarimiz ilik oladi-da, uyda bo'lamiz. Gap yo'q. Biza ko'p bilan yaxshi rozi bo'lasiz, yaxshilikda ko'rsak. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa bundan ham zo'r narsalarni 4 yil uz kanalına chiqarishdan charchatmayman. Katta videoda ishlaymiz hali xudo xolasa. Xudo xolasa, bozorning ichida do'konimizda Xudo xolasa kino aytib, bir mazza qilib, choyni ichib yotadigan kino aytamiz. Endi o'tgan safardan olib qolavermagan odamlar ko'p buni. Bu aytdim, har bir xonadonda bo'lishi shart bu narsani. Ertaga yosh o'tgandan keyin hozir bu qara, shu narsada o'tirib bir o'zingiz Rossiyadasiz. Ikangiz olib berib qo'ying. Bir kubok olib bergandan yaxshi bo'ladi shu narsa. Bir mashina olib berganingizdan yaxshi bo'ladi shu ota-onangiz olib berib qo'ysangiz shu narsani. Shunday quvonadi. Kerakda u narsa. Qistan men shurib qatiradi. Suvar keladi singan yerini.
Gerek yok. Əslində bizlərəm ya aytqalarını ekrana telefon nömrəni qaldırıb qoyamız. Bizlərəm ki də videonu yekləmiz. Videomuzu haqqımızda götürək like-lə bilən, qollab, qatlanlar ki videolarda görüşürüz. Sağ olun, sağ olun, getirəcəyim axınıza razı olun.